Azizlar, hasad degan bir tuyg'u borda odamzodda. Hasad shunaqa narsaki, zaharni o'zing ichasandagi birovni o'limini kutasanda. Bugungi o'qigan kitobimiz qahramoni Alimardon ham hasad qilish bo'yicha anoyi emasdi. Yer yuzidagi birinchi gunoh Qobil bilan Qobil o'rtasida bo'lgan voqea ham hasad tufayli edi. Xullas do'stlar, bugungi kitobimiz o'tgan asrning zabardast adiblaridan biri O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Bahor qaytmaydi asari. Do'stlar, nega asar bunaqa nomlandi? Bahor takrorlanadi-yu deb o'ylashingiz mumkin. Asarda keltirilgan bahor bu yigitlik bahori edi. Asarimiz bosh qahramoni bo'lgan Alimardon konservatoriyani bitirgan yosh yigit. O'zi ham otasiz katta bo'lgan bo'ladi. Onasining o'limidan keyin hovlisi mung'ayib qolgan bo'ladi. Yoshlikdan birga katta bo'lgan do'sti Anvar uni koriga yarab, kasalligidan hol-ahvol so'rab, hattoki Anvarning onasi ham bu betob bo'lgan paytida kelib hol-ahvol so'rab, bolam tuzalib ketgan deb hol-ahvol so'rab turadigan bo'ladi. Alimardonni o'pkasida ozgincha muammosi bo'lganligi sababli sovuqda tez shamollaydigan vaziyat bo'ladi. Anvar dunyoda barchaga dars bo'ladigan xatolardan birini, ishonchni Alimardonga juda ko'p beradi. Do'stim, menga yomonlik istamaydigan, yaxshilik bo'lsa mendan kelib suyunadigan. Ya'niki Anvar yaxshilik ko'rganda Anvar o'ylaydiki, Alimardon ham suyunadi deb o'ylaydi. Aslida Alimardon kuyunadi. Shunda boylik ham, baxt ham jimjitlikni yaxshi ko'radi deyishadi. Mana shu vaqtda Anvar do'stiga o'zini sevgilisi bo'lgan Muqaddamni kelib, mana shu yaqin ambulatoriyada ishlayotganligini, ertaga kelib sendan xabar oladi deb aytadi. Anvardagi xush kayfiyatni ko'rib, ayniqsa Anvarning televideniyaga ishga kirganligini eshitib, Alimardon hasad o'tida yonadi. Nimaga aynan mana shu lattadan qayrim kam. Alimardon o'zini Anvardan ko'ra ustun deb biladi. Azizlar, asarni mana shu joyida tilga olishimiz kerak bo'lgan bir voqea borda. Ayol bilan erkak bir-biriga nomahram holatda bir uyga bir xonada qolishligi juda ham bu fojia hisoblanadi-da. Mana shu joyida Anvar eng katta xato qiladi. Do'stiga ishongani sababli. Xato desak, buni yengil aytgan bo'lamiz, ahmoqlik qiladi Anvar. Sevgilisiga topshiriq beradiki, sen borib meni do'stimdan xabarlash. Xullas kalom do'stlar, Alimardon Anvarga nomardlik qilib, uni sevgilisi bo'lgan Muqaddamni qo'lga kiritadi. Muttahamlik qiladi. Orada o'zbekchilik, urf-odat, mahalla-ko'y oldida uyalmaslik uchun Muqaddam noiloj Alimardonga turmushga chiqadi. Bu orada Alimardonning ishlari ozgincha yurishni boshlaydi. U konservatoriyani bitirganligi sababli televideniyada tez ko'rinishla boshlaydi. Ko'pchilik yulduzlarga xos bo'lgan yulduzlik kasaliga chalinadi. Hech kimni o'zi bilan teng ko'rmaydi. Hamma undan past bo'lishi kerak. Bir kuni yomg'ir yog'ayotgan paytida eshigi taqillaydi Alimardonni. Alimardon yangi yosh oila qurgan Muqaddam bilan qisman yashayapti. Mana shu vaqtda kuyovligini eslatib turuvchi uyda yagona choponi, beqasam choponni kiyib eshik oldiga borsa, Alimardonni aytishadiki, "Ey Alimardon, biz sizni to'yga aytib keldik." U televizorda bir ikki ko'rinishni boshlagan. To'yga aytib keldik desa, "Ya o'zir to'yga bormayman, unaqa deb turib bahona qiladi. Mana shu bahonalarini kattaroq summa bilan, ya'ni pul bilan kelganlar yopib yuborishadi. Aytadiki, "Og'zingga siqqanini so'ra, biz seni to'yga boramiz." To'yga ketguncha yo'lda oqqo'rg'onliklarni mashinasida ketayotgan Alimardon To'rayev ularni o'zidan pastdan ham nega mana shu Volga qishloqlarda bo'lish kerak, menda bo'lish kerak emas deb qo'yadi. Yana hasad o'ti uni qiynashni boshlaydi. Xullas do'stlar, orada u yulduz bo'ladi. O'zini eng mashhur qo'shiqlaridan biri Yigit qo'shig'i nomi bilan kitobda yozilgan. Bizga kinosida Ketmoqdaman qo'shig'i, Hoji Akbar Hamidov ijrosidagi qo'shiq uni mashhur qiladi. Alimardon yulduzlik cho'qqisiga ko'tarilgan paytda juda bir katta xato qiladi.
Hozirgi kunda bu xato aksariyat yigitlarda kuzatilyapti. Ya'niki u zinoga mukkasidan ketib qoladi. Nomahram ayollarga uchrashadi. Shunaqa xatolar juda ko'p uchrayapti-da o'zimizda. Do'stlar, men taniydigan odamlar ichida pul boyligi realniy juda ko'plari bor-da. O'sha tanish bilishlarimni hammasi bitta nikohda, bitta ayoli bilan yashashadi. Lekin shunaqa tanishlarim bor, o'zi kunini kuniga ulab yashaydi. Kreditlari ham yo'q emas, realniy. Oylikdan oylikkacha zo'rg'a yashaydi. Lekin shu oyligidan ozgincha orttirib qolsa, shu xotinni ikkita qilgisi yoki ko'chada nobop yurishlikni xohlab qolishadi. Ustozlarimizdan biri aytgandi, zino xorlik keltiruvchi gunoh deb. Do'stlar, Alimardon To'rayev ham mana shu xatoni takrorlaydi. Uni o'zini uyida ayoli farzandini ko'tarib qaytib kelgan paytda nomahram ayol bilan ko'rib qoladi. Keyin muqaddam undan voz kechib chiqib ketadi. Otasining uyiga borsa, otasi ham sig'dirmaydi. Ering bilan yashashasan, eringni oldiga qaytasan deb aytadi. Noiloj qolgan muqaddam otasining uyidan ham chiqib, Oynatog' degan joyda Kabir ismli bir agronom bilan oila quradi. Tinchgina yashab, umr guzaronlik qilayotgan bir paytida bizani hasadgo'y Alimardon uni ham ko'ra olmasdan o'g'liga Shavkat deb ism qo'ygan bo'ladi. O'sha Shavkatimni borib ko'raman deb. Xullas kunlardan bir kuni Oynatog'dan to'y oladi. To'yga borib umrida shu birinchi marta to'ydan ichmasdan qaytadi. Pul olmaydi. Keyin o'sha qishloq ahlidan bir vakil uni o'zini uyiga bormoqchi bo'lganda, meni Kabirning uyiga olib bor, eski tanishim deb aytadi. Uyini oldiga kelib to'xtaganda, ot yetaklab kelayotgan Kabirni ko'rib, to'xtashib, ko'rishadi. O'sha holatda ham shu kibr ham bor-da yigitda. Mendan nimasi ustun buni? Sasib ketgan bir qishloqida deb past nazar bilan qaraydi. Kabirga mehmon uni izlab kelganligini aytishganda, u uyiga kirgizib mehmonni, ya'niki o'zbek xalqining azaliy odatlaridan biri, shu musofirni uyiga kirgizib, salom alik qilib, hol-ahvol so'rashmoqchi bo'ladi. Uyiga kirgizib qo'ysa, o'sha payt yoshgina bola emaklab uyga kirib qoladi. Alimardon ich-ichidan uni o'zini o'g'li ekanligini his qilib, Shavkatim kelgan deb qo'lidan ushlab, Shavkat beri kel deb talpinsa, Shavkat, ya'ni Alimardonning o'g'li undan qochadi. Bu orada uyga kirib qolgan muqaddam uni ko'rib baqirib yuboradi. Xullas karom do'stlar, Alimardon xunob bir holatda o'zini o'g'lini qucholmasdan o'sha Kabirning uyidan chiqib ketadi. Do'stlar, mana shu joyida Alimardon shuncha xatolar ustiga yana bir xato qiladi. Alimardon tog' yo'lidan qaytayotgan bir paytda o'zi bilan o'zi gaplashib, sen ham odammisan, o'g'ling seni tanimadi, o'g'ling sendan qochdi deya o'zidan jirkanib, mashina rulini jarlik tomonga buradi. Burdi-yu, xato qilayotganligini tushunib, to'xtamoqchi bo'ldi. Afsuski, to'xtash unga nasib etmadi. Do'stlar, asar oxirida Alimardon vafot etadi. Anvar uni qabrga joylashtirib, Go'ristondagi joyiga qo'yib qaytadi. Do'stlar, shu oxirgi o'qiyotgan kitoblarimiz yigitlar qiladigan xatolar temasida bo'ldi. Buning sababi hozirgi kunda ko'pchilik yosh yigitlar yomon yo'lga kirish boshlab o'rgan. Ichkilik yoki shu ayollarga o'chlik kuzatilyapti. Bo'ydoq yigitlar ha bo'ydoqlikda bo'ladi deb qo'yadi. Xuddiki gunoh ish qilsa bo'ydoqqa yozilmaydiganday. Yurtda qolgan oilasini esdan chiqarib, mana shu Moskva yoki boshqa rus shaharlarida ko'pchilik yigitlar mana shunaqa yomon yo'llarda yurishni boshlashdi. Yana eng alam qilarlisi, o'zini millatdoshi bo'lgan ayollarni o'zicha o'ylaydiki, men buni aldab yuribman deb. U ayollar ham loq emas, to'g'risi, buni aldab yuribdi. Eng alam qilarlisi, o'sha ayollarni yurtiga deport bo'lib ketgan ba'zi birlarini oilalari ham bor, to'g'risi. Musofirchilikka kelib halol non topayotgan ayollar juda ko'p, lekin bitta yoki ikkita nafsini quliga aylangan ayollarni butun boshli
millatni, butun boshli musofir ayollarni nomi yomonotliqqa chiqib qolyapti. Azizlar, mana shu joylariga e'tibor qiling. Asarning tarbiyaviy ahamiyati degan yoshligimizda dars bo'lardi adabiyotda. Bu asarimizdan olishimiz kerak bo'lgan xulosalarga keladigan bo'lsak, insonni xor qiladigan narsalar: hasad, kibr, nafs. Shu uchalasi insonni xor qilishlik ehtimoli juda baland. Asarimiz qahramoni bo'lgan Alimardonni yigitlik bahorida bu dunyodan olib ketgan narsa, xor qilib olib ketgan narsa mana shu 3 narsa edi. Do'sti Anvarga hasad qildi, o'zicha nomardlik qilib uylandi, yana kibr qilib hammani o'zidan past sanadi, nafsiga ergashdi. Xullas do'stlar, xorlik unga mana shu 3 ta yomon xislati orqali keldi. Hurmatli vatandoshlar, xulosa o'zingizdan. Kommentariyaga biz haqimizdagi o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldirsangiz xursand bo'lardik.